Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bir maydan boshlab hukumatning yangi qarori kuchga kiradi. Bu qaror ko'pchiligimiz uchun kutilmagan moliyaviy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Gap shundaki, endi bizga onlayn tarzda juda katta jarimalar solish tizimi joriy etilmoqda va bu jarimalar tezda sizni qarzga botirishi mumkin. Bu yangilik har birimizga tegishli. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Agarda siz kutilmagan qarzdorlikka duch kelishni xohlamasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishimiz kerak. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, shu haqida gaplashaylik. Avvallari jarimalar asosan an'anaviy usullar orqali, ya'ni qog'oz shaklida pochta orqali yuborilar edi. Bu sizga jarima haqida bilish, uni tekshirish va to'lash uchun ma'lum bir vaqt berar edi. Agar siz jarimani o'z vaqtida olmagan bo'lsangiz, ko'pincha bu sizning aybingiz emasdi va jarimani kechroq to'lash imkoniyati mavjud edi yoki ba'zan hatto bekor qilish ham mumkin edi. Davlat idoralari ham jarimalarni undirishda biroz sekinroq harakatlanardi. Masalan, sizning hisobingiz birdaniga bloklanib qolmasdi, sizga ogohlantirishlar yuborilardi. Bu esa vaziyatga munosabat bildirish uchun vaqt degani edi. Bu albatta ma'lum bir kamchiliklarga ega bo'lsa-da, fuqarolar uchun qulayliklar ham yaratardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Bir maydan boshlab hukumatning yangi qaroriga ko'ra jarimalarni onlayn nazorat qilish va avtomatik ravishda undirish tizimi joriy etiladi. Bu shuni anglatadiki, endi jarimalar sizning qo'lingizga qog'oz shaklida kelmasligi mumkin, balki ular to'g'ridan-to'g'ri elektron bazalarda paydo bo'ladi. Bu jarayon yanada samaraliroq bo'lishini ta'minlashga qaratilgan, ammo ayni paytda fuqarolar uchun katta xavf tug'diradi. Endi siz kichik bir qoida buzganingizda, masalan, tezlikni oshirganingizda yoki kommunal to'lovni ozgina kechiktirganingizda, jarima darhol onlayn tizimga kiritiladi va sizning bank hisobingizga yoki boshqa moliyaviy aktivlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Eng yomon ssenariyda siz jarima haqida bilmasdan turib, uning muddati o'tib ketadi va summasi kattalashib ketadi. Natijada hisobingiz bloklanishi yoki hatto chet elga chiqish huquqingiz cheklanishi mumkin. Bu avtomatizatsiya tufayli jarimalarni bekor qilish yoki ularni kechroq to'lash imkoniyatlari ham kamayadi. Chunki tizim endi juda tezkor ishlaydi va inson omili kamayadi. Keling, endi eng muhim savolga javob beramiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga esa unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi? Birinchidan, bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu onlayn jarimalarga duchor bo'ladigan huquqbuzarlik turlari. Bularga birinchi navbatda yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari kiradi. Masalan, tezlikni oshirish, chorrahalardan noto'g'ri o'tish, noto'g'ri joyga avtomobilni to'xtatish yoki mashina qo'yish, parkovka qilish. Bugungi kunda shaharlarimizda video kameralar soni ortib bormoqda va bu kameralar sizning har bir harakatingizni kuzatib turadi. Agar siz qoidabuzarlik qilsangiz, jarima avtomatik tarzda tizimga kiritiladi. Ikkinchidan, ma'muriy huquqbuzarliklar ham bu ro'yxatga kiradi. Bu jamoat joylarida tartibni buzish, axlat tashlash, jamoat mulkiga zarar yetkazish kabi holatlardir. Ba'zan hatto mayda qoidabuzarliklar ham video kuzatuv kameralari orqali aniqlanib, jarima belgilanishi mumkin. Uchinchidan, kommunal to'lovlar bilan bog'liq qarzlar va penaltilar ham e'tibordan chetda qolmaydi. Elektr energiyasi, gaz, suv va boshqa kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik endi shunchaki qarzdorlik bo'lib qolmaydi, balki penaltilar va jarimalar ham onlayn tarzda shakllanadi. To'rtinchidan, soliq qarzlariga ham alohida e'tibor berish lozim. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz yoki jismoniy shaxs sifatida soliq to'lovchisi bo'lsangiz, soliq qarzlarini kechiktirish ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu turdagi jarimalar va qarzlar endi tezkor ravishda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz bilan bog'lanadi va siz hatto bu haqda bilmasdan turib, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Xo'sh, kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda avtomobil haydovchilari. Agar siz tez-tez qoidabuzarliklarga yo'l qo'ysangiz, hatto eng mayda qoidabuzarliklar ham ehtiyot bo'ling. Kamerani ko'rmadim, hech kim yo'q edi deb o'ylash endi foyda bermaydi. Har bir qoidabuzarlik qayd etiladi. Ikkinchidan, uy egalari va ijarachilar.
Kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lamaydiganlar yoki to'lov muddatini unutib qo'yadiganlar xavf ostida. Kichik qarz ham tezda katta penalti bilan birga ko'payishi mumkin. Uchinchidan, kichik biznes egalari va tadbirkorlar. Soliqlar va boshqa ma'muriy to'lovlarni kechiktirish endi shunchaki qo'shimcha to'lov emas, balki biznesingizni to'xtatib qo'yishi mumkin bo'lgan jiddiy muammo. To'rtinchidan, har birimiz. Kimki rasmiy onlayn portallarni muntazam tekshirmasa yoki o'zining bog'lanish ma'lumotlarini, telefon raqami, pochta manzili yangilamagan bo'lsa, xavotirga tushish kerak. Sababi sizga jarima haqida ogohlantirishlar kelmasligi mumkin, ammo jarima baribir kuchga kirgan bo'ladi. Kimga unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Asosan, qonun va qoidalarga qat'iy rioya qiladigan, kommunal va soliq to'lovlarini doimiy ravishda o'z vaqtida amalga oshiradigan, shuningdek, rasmiy onlayn portallarda o'z holatini muntazam tekshirib turadigan fuqarolar. Lekin shuni unutmangki, hech kim xatolardan sug'urtalanmagan. Tizim xatosi yoki siz bilmagan biror holat yuzaga kelishi ham mumkin. Shuning uchun hushyorlikni yo'qotmang. Keling, bir nechta real hayotdan olingan misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, haydovchi Ahmad. Ahmad doimiy ravishda ishga borishda belgilangan tezlikni 10-15 km/soatga oshirib haydaydi. Avvallari tezlikni o'lchash moslamalari kam bo'lganida, u kamdan-kam jarimaga tortilardi. Lekin hozir hamma joyda kameralar bor. Bir maydan keyin u bir hafta ichida 3 marta belgilangan tezlikdan oshirgani uchun har biri 250 ming so'mdan jarimaga tortildi. Uga simiz xabar kelmadi, chunki telefon raqamini davlat bazasida yangilamagandi. Bir oydan keyin u avtomobilini sotmoqchi bo'lganida umumiy 750 ming so'mlik jarimaning muddati o'tib, penaltilar bilan birga 5 million so'mga aylanganini bildi. Jarimalarni to'lamaganligi sababli uning avtomobilini sotishga ruxsat berilmadi va uning bank kartalari bloklandi. Bu vaziyatda Ahmad jarima haqida o'z vaqtida bilmagani uchun kichik muammo katta moliyaviy bosimga aylandi. Ikkinchi misol, Dilnoza opamiz. Dilnoza opamiz doim uyining kommunal to'lovlarini vaqtida to'laydi, ammo bir safar elektr energiyasi uchun to'lovni ertalab qilishni unutib, kechiktirib qo'ydi. Bu odatda jiddiy muammo emas edi, chunki 1-2 kunlik kechikishga ko'pincha e'tibor berilmasdi. Ammo endi yangi tizim joriy qilingandan so'ng, uning 200 ming so'mlik qarzi uchun darhol penalti qo'shilib, 250 ming so'mga aylandi. U bu haqida bilmadi, chunki onlayn kabinetiga kamdan-kam kirar edi. Bir oydan so'ng, u oilasi bilan chet elga sayohat qilishni rejalashtirgan edi. Aeroportga borganida unga mamlakatdan chiqishga ruxsat berilmagani ma'lum bo'ldi, chunki uning nomida davlatga 250 ming so'mlik qarz bor edi. Kichik unutib qo'yilgan to'lov tufayli katta rejalar barbod bo'ldi. Uchinchi misol, Bekzod. Bekzod do'koniga borish uchun avtomobilini do'kon oldidagi taqiqlangan joyga 5 daqiqaga qo'ydi. Uning fikricha hech kim ko'rmaydi deb o'yladi. Ammo yaqin atrofdagi videokamera uning avtomobilini suratga oldi va unga 100 ming so'm miqdorida jarima belgilandi. Bekzod jarima haqida hech qanday qog'oz xat olmadi. Oradan 3 oy o'tib, u haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun tegishli idoraga borganida, uning nomida jarima borligi va muddati o'tib ketgani sababli summasi 300 ming so'mga yetgani ma'lum bo'ldi. Guvohnomani yangilash uchun u avval jarimani to'lashi shart edi. Bekzodning hayron qolishiga qaramay, unga jarima belgilangani haqida hech qanday ogohlantirish kelmagan edi. To'rtinchi misol, Gulnora, kichik hunarmand. U oz-qo'l mehnati mahsulotlarini sotishdan olingan daromadiga soliqlarni doimo o'z vaqtida to'lab keladi. Lekin bir safar bank to'lovi texnik sabablarga ko'ra kechikib, soliq muddati o'tgan sanadan 2 kun keyin tushdi. Oldinlari bu kabi kichik kechikishlar odatda e'tiborsiz qolardi. Ammo yangi tizim joriy etilgach, uning 500 ming so'mlik soliq to'lovi uchun darhol 100 ming so'mlik penalti qo'shildi. Gulnora bu haqida soliq idorasining mobil ilovasiga kirmagunicha bilmadi. U hatto o'zining bank hisob raqamlari ham bloklanishi mumkinligini eshitib, juda xavotirlandi va darhol to'lovni amalga oshirdi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim mayda xatolar yoki unutishlar uchun ham juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi esa istisno holatlar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz.
Bu qism ayniqsa sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun juda muhimdir. Birinchidan, istisnolar. Agar sizga jarima noto'g'ri belgilangan bo'lsa-chi, har qanday tizimda xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, siz qoidabuzarlik qilmagan bo'lsangiz ham, videokamera noto'g'ri qayd etgan bo'lishi mumkin yoki avtomobil raqami noto'g'ri o'qilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda albatta apellyatsiya qilish, ya'ni shikoyat qilish imkoniyati mavjud. Lekin bu jarayonning o'ziga xos qoidalari va muddatlari bor. Shikoyat qilish uchun sizda aniq dalillar bo'lishi kerak. Masalan, voqea joyidan video yoki suratlar, guvohlar ko'rsatmalari, bank to'lovlari, kvitantsiyalari va boshqalar. Shuni unutmangki, apellyatsiya muddatlari juda qisqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun jarima haqida bilishingiz bilanoq harakat qilishingiz kerak. Ba'zi fuqarolar toifalari uchun, masalan, nogironligi bor shaxslar yoki pensionerlar uchun ba'zi to'lovlar bo'yicha imtiyozlar mavjud bo'lsa-da, jarimalarga nisbatan bunday imtiyozlar kamdan-kam qo'llaniladi. Shuning uchun bu toifalardagi fuqarolar ham juda ehtiyot bo'lishlari lozim. Agar sizga jarima haqida xabar kelmagan bo'lsa, bu ham apellyatsiya uchun asos bo'lishi mumkin. Chunki qonun bo'yicha fuqaro jarima haqida xabardor qilinishi shart. Lekin bu dalilni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuqorida aytilganidek, doimiy ravishda o'zingizni tekshirib turish muhimdir. Ikkinchidan, tuzoqlar. Eng katta tuzoq bu sizning aloqa ma'lumotlaringizning eskiligi. Agar siz davlat idoralarida ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingizni yoki pochta manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, buni tegishli bazalarga kiritmagan bo'lsangiz, jarima haqida xabarlar sizga yetib kelmasligi mumkin. Natijada siz jarima haqida bilmasdan turib, uning muddati o'tib ketadi va summasi kattalashib boraveradi. Yana bir tuzoq, bu hukumatning onlayn portallarini tekshirmaslik. Ko'pchiligimiz kunlik ishlarga band bo'lib, Mi.gov.uz yoki boshqa shu kabi rasmiy saytlarga kirmaymiz. Lekin endi bu siz uchun majburiyatga aylanadi. Sizga kelgan Sims yoki email xabarlarga to'liq ishonib qolish ham xavfli, chunki ular ba'zan spamlarga tushib ketishi yoki texnik sabablarga ko'ra yetib kelmasligi mumkin. Kichik qoidabuzarliklar haqida unutib qo'yish ham katta tuzoqdir. Masalan, noto'g'ri joyga mashina qo'yganingiz uchun 50 ming so'mlik jarima keyinchalik uning muddatini o'tkazib yuborsangiz, bir necha 100 ming so'mga aylanishi mumkin. Eng xavflisi esa jarimalar va qarzdorliklar sizning bank hisoblaringizga bevosita bog'lanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning kartangizdagi pul miqdori avtomatik ravishda yechib olinishi yoki hisobingiz bloklanishi mumkin. Uchinchidan, noaniq jihatlar. Eng e'tiborga loyiq jihatlardan biri bu ko'paytirish effekti. Kichik jarimalar, o'z vaqtida to'lanmagani uchun penaltilar, kechiktirilgan to'lovlar uchun ustamalar va majburiy ijro xarajatlari hisobiga tezda katta summalarga aylanishi mumkin. Masalan, 100 ming so'mlik jarima erta to'lanmasa, yarim million so'mga aylanishi hech gap emas. Keyin raqamli iz. Endi har bir harakatingiz onlayn tizimda qayd etiladi. Bu jarimani rad etish yoki unga qarshi chiqishni ancha qiyinlashtiradi, chunki tizimda aniq dalillar bo'ladi. Uchinchi muhim jihat, bu tizimlarning o'zaro bog'liqligi. Endi yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarimalar sizning kredit olish imkoniyatingizga ta'sir qilishi, kommunal to'lovlar uchun qarzlar esa chet elga chiqishingizni cheklashi mumkin. Davlat idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi tobora kengayib boradi. Shuningdek, jarimalarni undirishda davlat ijro idoralari bilan birga xususiy ijrochilarning roli ham oshishi mumkin. Bu esa undirish jarayonini yanada tezkor va qat'iy qiladi. Shuning uchun har bir qarz yoki jarimaga jiddiy e'tibor berish lozim. Xo'sh, aziz do'stlar, ushbu yangi tizim sharoitida qanday qilib qarzdorlikka tushib qolmasligimiz va o'zimizni himoya qilishimiz mumkin? Bu yerda sizga bir nechta aniq amaliy maslahatlar beraman. Birinchi va eng muhim qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. Pasport stolida, soliq idorasida, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda va YXQ yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq bazalarda ro'yxatdan o'tgan barcha telefon raqamlaringiz, pochta manzillaringiz va boshqa aloqa ma'lumotlaringiz dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar o'zgarishlar bo'lsa, ularni zudlik bilan yangilang. Bu sizga jarimalar va qarzlar haqida o'z vaqtida xabar olish imkonini beradi. Ikkinchi qadam, rasmiy hukumat portallarida ro'yxatdan o'ting va bildirishnomalarni sozlang. O'zbekistonda bu, masalan, Mi.gov.uz portali bo'lishi mumkin.
Ushbu portalda sizning shaxsiy kabinetingiz bo'lishi shart. O'zingizga Sims yoki email orqali keladigan bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Bu har qanday yangi jarima yoki qarz paydo bo'lganda sizga darhol xabar berilishini ta'minlaydi. Bildirishnomalarni faqatgina bitta platformada emas, balki imkon qadar barcha mavjud platformalarda yoqib qo'yishga harakat qiling. Masalan, ayrim bank ilovalari ham jarimalar haqida xabar berishi mumkin. 3-qadam, muntazam ravishda jarimalar va qarzlar mavjudligini tekshirib turing. Har oyda kamida bir marta, hatto hech qanday qoidabuzarlik qilmagan bo'lsangiz ham, davlat portallariga kirib, o'zingizning holatingizni tekshiring. Mi.gov.uz portalida mening jarimalarim, mening qarzlarim yoki shunga o'xshash bo'limlar bo'lishi kerak. Avtomobil haydovchilari uchun ilk jarimalarni tekshirish uchun maxsus saytlar yoki mobil ilovalar ham mavjud. Kommunal to'lovlar uchun esa har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning shaxsiy kabinetlari yoki mobil ilovalari orqali tekshirish imkoniyati bor. Bu oddiy harakat sizni katta muammolardan qutqarishi mumkin. 4-qadam, bank hisoblaringizni nazorat qiling. Banklarning mobil ilovalarini o'rnatib, push bildirishnomalarni yoqing. Bu sizga hisobingizdan pul yechib olinganida yoki hisobingiz bloklanganida darhol xabar beradi. Ayrim banklar hatto hukumat jarimalari haqida ham ma'lumot beradi. Lekin shuni ham unutmangki, ba'zi holatlarda avtomatik yechib olish jarayonlari ham ishga tushishi mumkin. Shuning uchun bank hisoblaringizda doim jarimani to'lash uchun yetarli mablag' bo'lmasligi yaxshiroqdir, agar siz unga qarshi chiqmoqchi bo'lsangiz. 5-qadam, barcha to'lovlaringiz haqida yozuvlar, kvitansiyalar, cheklar saqlab qo'ying. Bu ayniqsa kommunal to'lovlar va soliqlar uchun muhimdir. Agar biror tushunmovchilik yuzaga kelsa, sizda to'lov amalga oshirilganligini isbotlovchi dalillar bo'ladi. Raqamli kvitansiyalarni email orqali saqlash yoki skrinshot qilib olish juda qulaydir. 6-qadam, kutilmaganda jarima yoki qarz paydo bo'lsa, vahimaga tushmang. Birinchi navbatda uning tafsilotlarini tekshiring. Qachon, qayerda, qanday qoidabuzarlik uchun jarima belgilanganini aniqlang. Agar siz jarimani noto'g'ri deb hisoblasangiz, darhol shikoyat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Shikoyat qilish uchun tegishli organga, masalan, YIQ jarimasi bo'lsa, IBning tegishli bo'limiga, soliq bo'yicha bo'lsa, soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ariza bilan birga dalillarni, agar mavjud bo'lsa, ilova qiling. Masalan, video yozuvlar, suratlar, guvohlarning ko'rsatmalari, to'lov cheklari. Shikoyat qilish muddatlarini aniq bilib oling va ularga rioya qiling. 7-qadam, haydovchilar uchun. Maxsus mobil ilovalardan foydalaning. Hozirda ko'plab mobil ilovalar mavjud bo'lib, ular ilk jarimalarni tekshirish va hatto to'lash imkonini beradi. Bunday ilovalar jarimalar haqida tezkor bildirishnomalar yuborishi mumkin. 8-qadam, kommunal to'lovlar uchun. Avtomatik to'lov tizimini sozlang. Aksariyat bank ilovalari orqali kommunal to'lovlarni avtomatik ravishda belgilangan sanada amalga oshirish funksiyasi mavjud. Bu sizni to'lovlarni unutib qo'yishdan va penaltilardan xalos etadi. 9-qadam, tadbirkorlar uchun. Moliyaviy intizomni kuchaytiring va soliq hisobotlari hamda to'lovlarni muntazam tekshirib turing. Soliq idorasining onlayn xizmatlaridan faol foydalaning va har qanday qarzdorlik paydo bo'lishining oldini oling. Aziz do'stlar, bugun men sizga bir maydan kuchga kiradigan yangi hukumat qarori va onlayn jarimalar haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu yangi tizim bizdan katta mas'uliyat va hushyorlikni talab qiladi. Eng muhimi faol bo'lish, ma'lumotlarni muntazam tekshirib turish va muammolar paydo bo'lishidan avval ularning oldini olishdir. Agar siz ushbu oddiy qoidalarga rioya qilsangiz, yangi tizimning tuzoqlaridan osongina qochishingiz mumkin. Bu juda muhim ma'lumot, shuning uchun bu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ham ulashing. Ular ham bu yangiliklardan xabardor bo'lishlari kerak. Sizningcha bu yangi tizim samaralimi yoki fuqarolar uchun ortiqcha yukmi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.